Adasi qizingizni bog'chasini, o'g'lingizni maktabini, uyni kreditini to'lash kerak. Shunga ozgina yiqqan pulingiz bor. Bugun yana ishlab kelsangiz, hamma to'lovlarni to'lab olardik. Allohim farzandlarimni rizqini halolidan bergin. Ishlarimni rivojini bergin. Yo'llarim bexatar qilgin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Ben mashinamni mo'ykaga tashladim. Kevrlaring taksida kelyapman men. Shu yerda ko'rishib olamiz. Aka mashinada chakish mumkin emas edi-ya. Chakkim kelyapti-da yoki. Pulini to'layapman-u, haydab yursangizchi. Ha, bo'ldi, kevrlaring men ham kelyapman. 5 pul bo'pti aka. 45 ming bo'pti aka. 50 ming. Hozir 5 ming qaytamini beraman. Ben olib qo'yavering aka. Aka 5 ming qaytamini beraman hozir. Alo, assalomu alaykum. Aka 15 minutdan beri kutib turuvdim. Tushasizmi? Ben boynaydigan bo'lib qoldim. Atmay qilganda ketdi. Aka 15 minut kutganimni pulini kim to'laydi? Senga tushuntirib aytyapman-ku, boynaydigan bo'lib qoldim. Shu ishni bekor qilding ekan. Shaharni ifloslantirish yaxshi emas. Aka o'zim bilaman nima qilish. Aqlli qo'ying. Aqlli bo'lganda taksichi bo'ling. Aka, kayfiyatingiz yo'qroq. Ertalabdan asab buzadigan klientlar chiqdi deng. Ishlamay desam, o'g'limni maktabi bor, qizimni bog'chasi bor, uyimni kreditlarini to'lovlari bor. Alloh rizq nasibani beradi deb ertalab vaqtli chiqaman chunki ko'chaga. Endi hamma insonlar ham bir xil emas. Hammani ko'nglini birdek ololmaysiz. Ichkariga kirib yurmayman, chetroqda tushib olaman. Nechi pul bo'pti aka? 30 ming so'm bo'ldi. Bugun o'zi rosa charchabsiz-a? Ha, endi asab buzarli klientlar bo'ldi-da ertalabdan aka. Unda bundoq ish qilamiz aka. Men pulni oling. Oling. Yo aka, ololmayman. Menga 30 mingni bering, bo'ldi. Oling, bexijolat. Men o'zi bugun shuni niyat qilgan edim. Uyga borib, bolalaringiz bilan yaxshi ovqat qilib, duo qilib qo'yasiz. Yo, men xijolat bo'laman. Aka, 30 ming so'm bering, bo'ldi. Bexijolat. Duo qilib qo'yasizman. Yaxshi insonlar ham bor. Biz sizlar uchun har kuni ertalab halol rizq nasibi topaman deb xizmatga chiqamiz. Sizlar ham bizning xizmatimizni ozgina hurmat qilib qadrlasanglar, juda ham yaxshi bo'lardi. Taksist do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.